Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 1-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor ertalab 6 da boshlanadi, kunduzi 11 gacha bu bozor bo'ladi. Bozorga vahliroq kenglar. Xo'p, bular narxi nech pul ekan aka? Xo'p. Bularni to'g'ri, bundan tugab qoldi. Xo'p, bular 70 ming beryapmiz. Pachkaga, donaga 80 ming. Xo'p, 70 ming so'm pachkaga bu. Donaga 80 ming so'mdan ekan. Buni razmeri qanaqa buni? 48 dan 54 gacha to'liq razmer. 48 dan 54 gacha to'liq razmer ekan. 4 xil rasvetka. 4 xil rasvetkasi bor ekan hozirgi vaqtda. Buni birinchidagidan tugab qolibdi. O'zi nech pul edi o'zi bu? Bu 120 ming pachka sotilgan. 120 mingga pachkaga sotilgan ekan. Donaga nech pul sotilar? 130 ming sotilgan. 130 ming sotilar ekan. Xo'p, garohimiz bor keyin. mana garohlar mana. Nech pul bular? Bular 75 ming pachkaga, donaga 80 ming so'm. Mana 75 ming so'm pachkaga. Donaga 80 ming so'm ekan. Aha. Buni razmeri qanaqa aka? 48 dan 56 gacha to'liq razmer. 48 dan 56 gacha razmer ekan. Xo'p, shersimiz bor keyin. Ana sherslar. Bu ham razmer to'liq. Xo'p, pachkaga 75 ming, Ha. donaga 80 ming. Pachkaga 75 ming so'm, donaga 80 ming so'm. Mana shu oxirgacha shersmi? Mana shu a'lo deb qo'yganlar a? Ha, mana shu. Tigrimizdan tugab qoldi. Tigr nech pul bo'laytiradi u? 75 ming aksiya qilib tugatib oldik. Yaxshi. Xo'p, bular razmeri 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha razmer. Bu uzunroq deydiganlarga Pachkaga nech pul dedingiz? 75 ming, Pachkaga 75 ming so'm, donaga 80 ming. 80 ming so'm ekan. Telefon nomeringiz 97lik 97lik 209 209 83 33. 83 33 a? Telefon qilaverasizlar.